anjir shoptalamiz. Buni samanta deb ataladi. Mana ko'chatimiz bu yil 2-yil. Yani 1-yil meva qilish mana. Chunki yerilish yo'q. Mana bunda ko'pchilik anjir shoptalarda yerilish bor deydi. Yo'q, bu chanqovlidan yeriladi issiqlikda. Mana bunda uchlardan ko'rish mumkin mana. Yerilish yo'q mana. İşte ko'rsatamiz. Mana eng tepedagi uchlari. Yerilish yo'q mana. Buni ko'pchilik telefon qilayda qo'yamiz mana. Eng uchidan. Suvini joyida vaqtida berganmiz mana. Hozir Ivan ko'rsatamiz. Buni ishonchli ko'chatlardan bor, ko'patib qo'yamiz. Bu ko'pchilik yerlarda deb murojaat qildi. O yaxshi optilamasam deb atashdi, deb aytishdi. Buni suvsizlikdan yerladi. Buni vaqtida shu dori suyini bersa, mana pishdi yuzi shoptalamiz. Bismillah. İçini ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu pishgan zayri, yumshagan zayri bu mana ichi pushti bo'lib, shirinligi ham oshib boradi bu yumshagan zayri. Qattiqroq holatda uzilsa, ichi oqroq bo'ladi mana. Bu tevalarga quyosh qaragan uchun tez pishdi, sal yumshoq kiribdi. Mana shirinligi mana pushtirang bo'ladi. Buni ishonchli ko'chatlardan bor. Donar shoptalar ham shunaqa bor. U ham shunaqa bo'ladi. Ichi pishgan zayri sal qizarib pushtirang bo'ladi.